قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 10-chi darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda sizlarga asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun kishilik almashlarningki ulanib keladigan shakli. Biz ilgirki soatlik darsimizda kishilik almashlarningki mustaqil keladigan shakli bilan tunishgan. Masalan, biz bugun buni yig'inchoqlab yana bir qatim takrorlab mangamiz. Munfasil degan gap mustaqil pashlik holatdagi domirlar, ya'ni bosh kelish holatdagi domirlar. Yani özü cümlenin beşide müstakil keleydigan damirlar. Lil g'aib degani 3-chi shaxs. Lil g'aib degani 3-chi shaxs. Huwa, huma, hum. U er, huma, u ikki er, hum, ular erler. Demek bu 3-chi shaxs erlik şekli. Lil g'aiba 3-chi shaxs ayollik şekli. Hiya, u ayol. Huma, u ikkisi ayol. Hunna, ular ayollar. İkinci shaxs erlik şekilleri ente sen ikinci şahıs. Entuma sizler ikkinlar. Entum sizler erler. Bak ikinci şahıs. İkinci şahıs ayallığı enti sen bir ayal. Entuma sen iki ayal. Entunna sizler ayallar. Ana bu birinci şahıs. Men nahnu mutekellim yani birinci şahıs köplik şekli. Demek huwa degen mi u degen gap. Hiya degen mi u degen gap. Farkı huwa er üçün hiyachu ayol uchun. Huma ikkilisi o'xshash buningda talaffuzi. Hum ular degan gap, hunnami ular degan gap. Hum erlarni ular demoqchi bo'lsak ishlatamiz, hunnada ayollarni ular demoqchi bo'lsak ishlatamiz. Antami sen degan gap, antimi sen degan gap zir holatda. Anta er kishini sen demoqchi bo'lsak ishlatamiz. Antini ayol kishini sen demoqchi bo'lsak ishlatamiz. Antuma sizlar ikkinglar. Antuma bu ikkilisi o'xshash. Entum sizler degan gap, entunnamu sizler degan gap. Entum erlar uchun, entunna ayollar uchun. Ana men degan gap bu er ayolga o'rtaq o'xshash ishlantiladi. Nahnu biz bu er ayolga o'rtaq ishlantiladi. Ayolmi men demoqchi bo'lsa ana deydi, er kishi men demoqchi bo'lsa ana deydi. Ko'p erlarmi biz demoqchi bo'lsa nahnu deydi, ko'p ayollarmi biz demoqchi bo'lsa nahnu deydi. Endi bizning bugungi darsda o'qimoqchi bo'lganimiz endi ma'u mustaqil shakli, ya'ni jumlaning beshida kelalaydigan shakli. Endi biz hozir ulanib keladigan, masalan, uning, sening, mening deganga o'xshash bir ismga yoki bir fe'lga ulanib keladigan shakli. Endi muttasil degan gap tutishib degan gap. Tutash tushum kelishdiki domirlar, ya'ni almashlar. Tushum kelishdiki, ya'ni sharkat uning ustiga tushadigan yoki egilik kelish desak bo'ladi. Buni uyg'ur tilimizdagi bu ism qitilgan vaqtida egilik kelish ma'nosida keladi, fe'l qitilgan vaqtida tushum kelish ma'nosida keladi. G'oib, ya'ni 3-chi shaxs erlik shakli buningki. Hu, uning degan gap. Er uchun ishlatildi. Huma u ikkisining. Hum ularning. Masalan, ularning. Huma, hum deb tushunsanlar bo'ldi. Men sa'alani siz diqqat qilmay, hum deb diqqat qilsanlar bo'ladi. Endi 3-chi shaxs ayollik shakli ha, uning ayolning. Huma o'xshash er ayollarga o'xshash huma ishlantiladi. Hunna ularning, ya'ni ayollarning. Endi 2-chi shaxs shakli ka, sening, kuma, sizlar ikkinglarning, kum sizlarning. Bularning hammasi erlik, erlarga ishlantilgan shakli. Endi buning ayollarga ishlantilgan shakli ki, sening, kuma bu o'xshash, kunna sizlarning. Endi bular ayollarga ishlantilgan shakli. Endi birinchi shaxs mutakallim deymiz buni. Yi mening, na bizning. Endi qaraydigan bo'lsak, hu uning degan gap, hamu uning degan gap. Ammo hu erningki, hachu ayolning. Masalan, ismuhu bo'lsa, uning ismi degan bo'ladi. U erning ismi degan bo'ladi. Ya'ni er kishini uning ismi demoqchi bo'lsak, ismuhu deymiz. Ayol kishini uning ismi demoqchi bo'lsak, ismuha deymiz. U ayolning ismi degan bo'ladi. Ismuhuma desa, u ikkisining ismi degan bo'ladi. Bu er ayolga o'xshash. İsmu hum bo'lsa, ularning ismi degan bo'ladi. Bu ko'p erlarni ko'rsatadi. Erlarni ko'rsatadi. Ismu hunna deb kelgan bo'lsa, ayollarning ismini ko'rsatadi. Ularning ismi degan bo'ladi. Ismuka bo'lsa, sizning ismingiz erni ko'rsatadi. Ismukuma bu o'xshash, sizlar ikkinglarning ismi
ismukum bo'lsa sizlarning isminglar. Kunna ismukunna bo'lsa sizlarning isminglar ayollarga bo'ladi. İsmi bo'lsa mening ismim, ismuna bo'lsa bizning ismimiz. Har qanday so'zni shuni qo'shsak bo'ladi. Kitobi, kitobuna. Kitobuka sizning kitobingiz. Demak, hu ha. Uning degan gap hu erning, ha ayolning. Huma o'xshash. Hum ularning, hunnam ularning. Ammo hum erlar uchun, hunna ayollar uchun. Ka ki ikkilisi sening degan gap, ammo ka erining, ki ayolning. Kuma ikkilisi o'xshash. Sizlar ikkalanglarning. Kum sizlarning, kunna sizlarning. Ammo kum erlar sizlarning, kunna ayollar sizlarning. Yi mening bu o'rtaq ishlantilinadi. Aya ismi deb ayol kishi ishlatsin bo'ladi, ismi deb er kishi ishlatsin bo'ladi. Ismuna deb ko'p ayollar ishlatsin bo'ladi, bizning ismimiz deb ismuna deb ko'p erlar ishlatsin uchun bo'ladi. Demak, bu tutishib keladigan domirlarningki ahvollari. Buningga har qanday so'z qo'shsak bo'ladi. Kitobi bo'lsa uning kitobi, kitobi bo'lsa mening kitobim, kitobuna bo'lsa bizning kitobimiz. Endi bugungi darsdagi yana bir mazmun Aynda. Aynda degan arab tilidagi bir urunni bildiradigan so'z. Buni ravish deb tushunsangiz bo'ladi. Urunni bildiradigan ravish. Aynda degan qishida, yanada degan gap. Bu lamcho tamlikning lami biz o'rgangan. Ning shunday li Muhammad bo'lsa Muhammadning. Endi biz buni domiri qo'shsak bo'ladi. Tamlikning lamini domiriga. Masalan, hu domiri qo'shsak uning degan bo'ladi. Laka bo'lsa sening degan bo'ladi. Li bo'lsa mening degan bo'ladi. Lana bo'lsa bizning degan bo'ladi. Endi bu igidarchilikni bildiradi. Bu urunni bildiradi. İkisininki ishlatish orada bunda bir muhim farq bor. Masalan, indi kitobun deymiz. Odatda mening qishimda kitob bo'lib qolsa, indi kitob, menda kitob bor degan gap. Agar menda kitob bo'lib qolsa, indi kitob, menda kitob bor. Li axi, mening qarindishim bor. Li qarindishim bor. Li igidarchilik bu mangulik igidarchilikni bildirish uchun keladi. Indi-cho bu mening qishimda deb bir igidarchilikni bildiradi, lekin bu mangulik igidarchilikni bildirmaydi. Masalan, indi axi, mening qishimda mening qarindishim bor degani indi axi desak bu xato bo'ladi. Li kitob desakmi-cho, bu ko'p ishlatilmaydi. Li kitobun desak ko'p ishlatilmaydi. Li axi deymiz. Mening qarindishim bor, indi kitob deymiz. Ikkisiniki ishlatilish shakli shu. Indi kitob, indi qalam deymiz. Amma li axon, li ummun, li bintun deb manda mangulik turadigan odamga, mangulik xos bo'ladigan narsalarga lamni ishlatamiz. Ayndaninki qishida dat unumush azroq igidarchilik ma'nosi bor. Masalan, indi qalamun desam, menda qalam bor degan bo'ladi. Li axon desam, mening qarindishim bor degan bo'ladi. Ikkisi ma'noda o'xshab qoladi. Bu lekin urun ravish bo'lib keladi. Vaqt urun ravishi. Ayndal masjid bo'lsa, masjidning qishida deganga o'xshash urun ravish bo'lib keladi ko'p hollarda. Bugungi darsimizdagi asosli mazmunlarimiz shu. Endi biz tekstni o'qiylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul 10. 10-dars. Aldilan biz yangi so'zliklarni o'qiylik. El-kelimatul jadida yangi so'zlar. Az-zamilu savoqdosh. Az-zawju er kishi degan gap, ayolning iri. Az-zawjning iri degan gap. Yana biriga jubti degan ma'nosi bor. Ama az-zawj ko'p hollarda asli qo'yilishda bu iri deganni bildiradi. Ammo ba'zi vaqtda ayolga az-zawj deb ishlatib qo'yilgan ahvollar bor. Vahidun bir fatan yigit. Yigit degan gap, yigit. Ma'a billa bilan. Billa bilan. At-tiflu bala, buvoq bola. At-tiflu buvoq bola. El-Kuveytu, Kuveyt devletinin ismi, el-Lugha til. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul 10. 10. ders. Hamid. Men ente? Sen kim? Muhammed. Ana talibun bil camia. Men universitet o'quvchisi. Ma ba bog'lash uchun keladi. Men universitet o'quvchisi. Bu yerda o'quvchi degan so'zni universitetga bog'laydi. Unda biz buni tarjimasida men universitet o'quvchisi deb tarjima qilamiz.
Benimki bilen deb yani bağlaş ma'nosi var. O'quvchini universitetga bog'ladi. Men universitet o'quvchisi. Anta talibun jadidun? Siz yangi o'quvchimi? Na'am, ana talibun jadidun. Shundaq, men yangi o'quvchi. Min ayna anta? Siz qayerdan? Ana minal Hind. Men Hindistondan. Masmuka? Ismingiz nima? Ismi Muhammad. Qaranglar. Masmuka ma degan nima degan gap. Ismuka bo'lsa sizning ismingiz degan bo'ladi. Masmuka deb o'qiymiz buni. Chunki bu yerdagi hamzatul vasl bo'lganlik uchun. O'lab o'qishga tegishli hamza bo'lganlik uchun. Ismingiz nima? Ismi, mening ismim Muhammad. Wa man hadha al-fata alladhi ma'ak? Siz bilan billa bo'lgan. Siz bilan billa bo'lgan yoki sizning qashingizdagi ma'a degan billa qashida degan ma'nosida keladi, billa. Siz bilan qashingizdagi yoki siz bilan billa bo'lgan bu yigit kim? Huwa zamili, u saboqdashim. Ahuwa aydan min al-Hind? Umu ham Hindistandan mu? La, huwa min al-Yaban. Yo'q, u Yaponiyadan. Masmuhu, uning ismi nima? Ismuhu Hamzatu, uning ismi Hamza. Ma lughatuka ya Muhammad? Muhammad, tilingiz nima? Lughati al-Urdiya, tilim Urdu tili. Yani Urducha. Ahiya lughatun sahlatun? U oson tilmi? Muhammad. Naam, hiya lughatun sahlatun. Shundaq, u oson til. Va Hamza. Ma lughatuhu? Va Hamza, uning tili nima? Lughatuhu al-Yabaniya, uning tili Yapon tili. Va hiya lughatun sa'batun. U qiyin til. Ayna abuka ya Muhammad? Muhammad, dadingiz qayerda? Abi fil Kuvayt. Abi qanla, abu nosa dada. Bununla ya. Ninki mutakallimninki urishib keldigan damini qo'shsak, abi, dadam Kuvaytda. Huwa tabibun shahir, u dangliq doktor. Wa ayna ummuka? Va anangiz qayerda? Hiya aydan fil Kuvayt ma'a abi. Umu ham Kuvaytda dadam bilan billa. Hiya mudarrisatun hunak, u ashada o'qituvchi. Adhahabta ila al-Kuvayt ya Muhammad? Muhammad, Kuvaytga bordingizmi? Zahabta. Zahabta. Bu hamda zahaban o'rgangan shundaqo, zahaba xarajan o'rgangan. Bu uchinchi shaxs shaklida. Zahaba badi, xaraja chiqdi. Hamda zahabta bo'lsa ikkinchi shaxs birlik ellik shakli. Zahabta. Bordingiz siz degan gap. Azhabta bo'lsa bordingizmi siz degan bo'ladi. Muhammad, Kuvaytga bordingizmi siz? Naam, zahabtu. Bordim men. Zahabta da bu tez zibar o'qilsa ikkinchi shaxs erlik birlik bo'ldi ekan. Bordingiz siz deb. Bu ta pash o'qilsa birinchi shaxs birlik bo'ladi. Zahabtu, bordim men. Va zamiluka ayna abuhu? Va saboqdashingiz uning dadasi qayerda? Abuhu fil Yaban, uning dadasi Yaponiyada. Huwa tajirun kabirun, u cho'ng savdogar. Alaka akhun ya Muhammad? Muhammad, sizning qarindishingiz bormi? Laka degan gap sizning degan gap. Istifhom. Alaka, sizning bormi? Akhun, o'g'il qarindosh. Ya Muhammad. Muhammad, sizning o'g'il qarindishingiz bormi? Naam, li akhun wahidun. Shundaq, mening bir o'g'il qarindishim bor. Ismuhu Usama. Uning ismi Usama. Wa hiya ma'i huna fil Madinatil Munawwara. U men bilan billa bu yerda Madina Munawvarda. Wali mening ukhtun wahidatun ismuha Zaynab. Mening bir qiz qarindishim bor, uning ismi Zaynab. Wa hiya fil Iraq ma'a zawjiha. U Iroqda eri bilan billa. Zawjuha muhandisun, uning eri injener. Aindaka sayyaratun ya akhi? Qarindishim, sizda mashina bormi? La, ma indi sayyara. Yo'q, menda mashina yo'q. Indi darraja. Mening qashimda, ya'ni menda velosiped bor. Hamza indahu sayyara. Hamza uningda mashina bor. Tekstimni shu yerda oxirlashdi. Bu tekstni yodlaysizlar. Ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Mana bir qanchisini sizlarga ishlab beraman, qolganini o'zinglar ishlaysizlar. Masmuka, ismingiz nima? Ismingiz nima deb so'zda birimiz ismim palani. Shundaqmi? Ismi Muhammad. Min ayna anta? Siz qayerdan? Ana min Turkiya. Ana min Almaniya degan o'xshash javob bersak bo'ladi. Ma lughatuka? Tilingiz nima? Lughati al-Uyg'uriyya, lughati at-Turkiyya degan o'xshash javob bersak bo'ladi.
Xitob qanday bo'lsa, shunga mos holatda javob beramiz. Ayni abuka, dadingiz qayerda? Abi fil Madinatul Munawwara deganga o'xshash. Qolgan o'zingiz javob bersizlar. Laka bilan so'ralgan bo'lsa, li deb javob bersizlar. Indi bilan so'ralgan bo'lsa, indi deb javob bersizlar. Masalan, alaka uxtun, sizning qiz qarindishingiz bormi desa, na'am li uxtun wahidatun. Shundoq mening bir qiz qarindishim bor. Indaka sayyara desa, sizning qishining boshida bormi desa, na'am li sayyara desa xato bo'ladi. Na'am indi sayyara deymiz. Qolgan o'zinglar ishlaysa topshiriq. İkincisi, da'fil farag fi ma yali ad-damir hu yoki ha. Tuandagi boshronga huni yoki hani qo'ying deydi. Qaysi munosib bo'lsa shuni qo'yamiz. Ayollik bo'lsa hani qo'yamiz, erlik bo'lsa huni qo'yamiz. Masalan, hadihil bintu talibatun. Bu qiz o'quvchi. Ism, uning ismi demoqchi bo'lsak, ismuhu demdik, ismuha demdik. Albatta ismuha deymiz. Ismuha Zeynep. Uning ismi Zeynep. Muhammad tabibun. Muhammad doktor. Vabnu va uning o'g'li demoqchi bo'lsak, uning deb kim demoqchi biz? Muhammadni. Unda bo'lsa Muhammad erlik bo'lg'achqa huni qo'yamiz. Vabnuhu muhandisun. Qolganga o'zinglar munosib keldig'ini qo'yib ishlab baqsizlar. Üçüncüsü, hati xamsati as'ila va ajibata kal misal al-ati. Tuandagi misaldagi o'xshash 5 dona savol javob keltiring deydi. Bu sizlarga topshiriq. Qaranglar. A'indaka qalam? Na'am, indi qalam. A'indaka kitab? Na'am, indi kitab. A'indaka daftar? Na'am, indi daftar. Mushunga o'xshash 5 dona savol va uningga javob akilsizlar. Bu sizlarga topshiriq. Dördüncüsü, hati xamsati as'ilatan va ajibatan kal misal al-ati. Tuandagi misaldagi o'xshash 5 dona savol va javob keltiring deydi. Hati degan keltiring. A'indaka qalam? Sizda qalam bormi? La ma indi qalam. Yo'q, menda qalam yo'q. Ma indi desak, menda yo'q degan bo'ladi. Endi bu savol javobda javobi bulutsiz shaklda kelsin. Qarang, a'indaka daftar? La ma indi daftar. A'indaka sayyara? La ma indi sayyara deganga o'xshash. Bu sizlarga topshiriq. Ta'ammal ma yali deydi. Endi muloyiza qiling. Baytun uy, hech qanday domir ulanmagan holati. Endi biz buni tuandagidek damirga ulab ishlasak bo'ladi. Beyti uyim, ya'ni ya degan mutakallimninki birlik shakli. Shundaq o. Beytuka sizning uyingiz, beytuhu uning uyi, u er kishining uyi. Beytuha uning uyi, ya'ni u ayolning uyi. Beytuki u siz ayolninki uyi degan gap. Demak, biz darsning boshida o'rgangan damirlarni har qanday qismga qo'shib ishlasak bo'ladi. Beşincisi, adifil esma'al atiye ilal mutakellim vel muhattab vel gaib vel gaibe. Kema huve muvaddihun fil misal. Muvaddahun fil misal deydi. Tuandaki isimlarni mutakellimga, yani birinchi shaxsga, vel muhattab ikinci shaxsga, vel gaib üçüncü shaxs erlikka, vel gaibe üçüncü shaxs ayollikqa qo'shang deydi. Kema huve muvaddihun fil misal. Misalda ro'shanlashgandek. Endi sizlar mushu ulinib keladigan domirni tushungan bo'lsanglar, bu sizlarga oson. Masalan, misolda bizni ko'rsatib qo'ydi. Qalamunni oldi bilan mutakallimning yosi qo'shdi ekanmiz. Hada qalami, bu qalamim. Undan keyin muxotabga, muxotab erlikka. Birlik. Hada qalamuka, bu sizning qalamingiz. Undan keyin g'oyib erlikka. Hada qalamuhu, uning qalami. Undan keyin g'oyib uchinchi shaxs ayollikqa. Hada qalamuha, uning qalami, ya'ni u ayolning qalami. Kitobni qilib boqaylik. Hada kitabi, bu kitabım. Hada kitabuka, bu kitabınız. Hada kitabuhu, bu o ernin kitabı. Hada kitabuha, bu o ayağının kitabı. Muşunun qo'xshash. Qolganini o'z anlashlaysizlar, bu sizlarga topshiriq. 6-si iqro deydi. Li mening, laka sizning, lahu uning, u erning, laha u ayolning. Qarang, li uxtun vahida. Mening bir qiz qarindishim bor. Alaka axun, sizning o'g'il qarindishingiz bormi? La mali axun. Yo'q, mali bo'lsa yo'q mening degan gap bo'ldi. Yo'q mening o'g'il qarindishim. Ma indi bo'lsa menda yo'q degan bo'ladi. Demak, bu yerdagi ma yo'q deganini bildiradi. Uxti laha tiflun sagira. Qiz qarindishim uning kichik bolasi bor. Zamili lahu axun va uxtun. Savoqdishim uningki o'g'il va qiz qarindishi bor.
Naqul indi kitabun deymiz. Diqqata deymiz. Indi kitab deymiz. Ve naqul ve deymiz li ahun deymiz. La naqul demeymiz. Indi ahun demeymiz. Demek li degenden de mengülük adam bilen turadigan narsaga deymiz. Qarindosh degan o'lguvchi turdi. Shundaq o. Mengülük qarindosh bo'lamiz. Demek neresikilarga li deb ishlatmaymiz. Li ahun deymiz, indi kitabun deymiz. Ma'a. Bu bizning yangi so'zlikda chiqdi. Bu bilan va billa va bilan billa degan ma'nolarni bilamiz. Ba'zida bilan degan ma'noni bilamiz, ba'zida billa degan ma'nosini bilamiz, ba'zida bilan billa degan ma'nosini bilamiz. Xaraja Hamidun ma'a Xolid. Hamid Xolid bilan qanday qildi? Chiqdi. Zahabat tabibu ma'al muhandis. Doktor injener bilan ketdi. Jalasal mudarrisu ma'al mudir. O'qituvchi mudir bilan o'ltirdi. Men ma'aka ya Ali. Ali sen bilan billa kim? Bu yerda bilan billa tarjima qilamiz. Sen bilan billa kim? Ma'i zamili. Men bilan savoqdishim billa. Aminatu ma'aha zawjuha. Amina onun bilan billa iri. Onun iri. Xaraja abi minal beyti. Dadam uydan chiqib ketdi. Men xaraja ma'a. Onun bilan kim chiqdi? Xaraja ma'ahu ammi. Onun bilan billa tag'am chiqdi. Endi qarab boqadigan bo'lsak, ma'ninki arab tilidagi qoidasi bu harf jarlarning qatoridan. Harf jarlarning qatoridan. Buningdan keyin kelgan so'z zir o'qiladi. Ma'a Xolidin, ma'al muhandisi, ma'al mudiri deganga o'xshash. Buni bilsanlar bo'ladi. Beytun, beytuka. Sizning uyingiz, beytuhu uning uyi, beytuha u ayolning uyi. Beyti mening uyim. Abun. Abun. Dada degan gap. Abuka. Abuhu. Abuha. Abi. Endi bu yerdan sizlarga nimani o'rgatmoqchi degan chaqda diqqat. Beytunga kapni qo'shgan vaqtimizda bevosita kap qo'shildi. Bu beytunninki oxirgi harfi bilan kapning o'tirisiga hech qanday harf qo'shilmadi. Beytuka, beytuhu, beytuha, beyti. Ammo abunga kapni qo'shilgan vaqtimizda bu yerda bir vodin birisi paydo bo'lib qoldi. Abuka, abuhu, abuha, abi. Mutakallimning yosti yo'qolib ketdi. Ahun, ahuka, ahuhu, ahuha. Demak, bu abun ahunda domirni qo'shgan vaqtimizda vo qanday qildi? Qo'shilib qoldi. Endi biz shuningga diqqat qilgan asosda qo'shib akilamiz. Ammo nima uchun bu yerga vo qo'shib qoldi? Bu doim vo shundoq turamdi, tomamdi. Buni biz keyingi sonlik darsimizda so'zlaymiz. Lekin sizning diqqat qilganinglar abun ahun degan bu ikki so'zga o'nlab keladigan domirlarni qo'shmoqchi bo'lsak, ka, hu deganga o'xshash, chuqum voni kelib turib, undan keyin qo'shimiz deganni bilib olg'ash tusanlar bo'ladi. Abi va ummi fil bayt. Dadam bilan onam uyda. Dadam bilan onam. Mana-ku voni odatda voni ikki so'zning o'tirisida kelib qolsa, bilan deb tarjima qilsak bo'ladi. Ikki ismning o'tirisida kelib qolsa. Dadam bilan onam uyda. Ayni abuka. Dadangiz qayerda? Ey Hamid, zahaba ila suq. Bozorga ketdi. Ahuka tabibun. Qarindishingiz doktormi? La huwa mudarrisun. Yo'q, u o'qituvchi. Demak, bu mashqlarda abun, ahun degan ikki so'zga mutakallimning yasidan boshqa o'lishib keladigan domirlarni qo'shgan vaqtimizda vo qo'shilib, uningdan keyin qo'shiladi. Shuning misollarini o'rgatmoqchi. Buni sizlar tarjima qilib ishlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Endi biz bu yerda bir muhim bir gap bor. Odatda biz ismlarning oxirini aliflamsiz kelib qolsa, normal holatda pash o'qiymiz. Qo'sh pash o'qiymiz. Muhammadun, Xolidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun deganga o'xshash. Bu arab tilidagi qoida. Endi biz ilgirki soatlik darsimizda Atshanu, Jav'anu, Mal'anu deganga o'xshash mushu ismlarni biz, ya'ni oxirida alif, nun bilan oyoqlashgan minda sifatlarni biz qo'sh o'qishga bo'lmaydi va zir o'qishga bo'lmaydi. Bu ismlarni biz arab tilida mamnu' min as-sarf deb ataymiz degan bir gapni qilgan. Endi biz ilgirki soatlik darsimizda shundoq alif, nun bilan oyoqlashgan sifatlarni biz mamnu' min as-sarf qatoridan sanadik. Endi bugungi darsimizda yana shu mamnu' min as-sarfga tava bo'ladigan, ya'ni qo'sh o'qilmaydigan, zir harakat qabul qilmaydigan yana bir tur bilan tunishimiz. U qaysi deganda arab tilidagi ayollarning ismlari u shundoq bo'ladi. Shundoq-ku ayollarning ismlari qo'sh o'qilmaydi va zir harakat qabul qilmaydi. Barliq ayollarning ismlari.
Erlerning ismi bo'lsa-mu, oxirida ayollikning ta'si bo'lib qolsa, gerçi erlerning ismi bo'lsa-mu, oxirida qanda ayollikning kichik ta'si bo'lib qolsa, buni biz mamnu' min as-sarf deymiz. Mamnu' min as-sarf deganligimiz qo'sh o'qilmaydi, zir harakat qabul qilmaydi deganligimiz. Masalan, yuqorida Muhammadun deb o'qidik, ammo Hamzatuni Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muaviyatu, Ikrimatu deb taq o'qiymiz. Chunki bu lafzi ayollik deymiz. Ya'ni yezilishi ayollik buningki. Oxirida ayollikning ta'si bor. Shuning uchun bu mamnu' min as-sarf ismning turiga kirib ketadi. Ya'ni qo'sh o'qilmaydigan, zir harakat qabul qilmaydigan ismning turi qatoriga kirib ketadi. Qoida shuki, oxirida ayollikning ta'si bor erlarning ismlari mu mamnu' min as-sarfning turi qatoriga kirib ketadi deymiz. 8-si, sizlar bu qoidani tushungan bo'lsanglar, tuvandagi ismlarni o'qing va oxirini bekiting deydi. Ya'ni oxirida ayollikning ta'si bo'lgan ism bo'lsa, buni qo'shib qo'ymaymiz. Agar unda bo'lmasa, qo'shib qo'yamiz. Masalan, Xolidun, buni qo'shib qo'yamiz, oxirida ayollikning ta'si yo'q. Hamzatu, buni taqib qo'yamiz. Chunki ayollikning ta'si bor. Ammarun, Anasun, Muaviyatu, buni taqib qo'yamiz, ayollikning ta'si bo'lganligi uchun. Qolgan o'zinglar o'qib boqinglar. Unda bo'lsa, arkadaşlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.